Agar odam bo'lsa so'raymizlar, keyin tez orqaga qaytamiz. Axir vaqtdan bo'lib qoldi-ku. To'g'rimi? Mashinalarni qaraylar ko'pligini. Ha, rostdan. Namuncha eski mashinalar. Avtosalonga o'xshaydi. Kamron, qaysi birini aytsa? Ustaxonaga kelib qoldingmi deymizda, Ulug'bek. Men mashinalarni qarang, rangi. Bu yerda odam bormikan o'zi? Bolalar, qaranglar, mashinaga yo'l bor ekan. Shuncha mashina bor ekan-u, biz nega piyoda keldik? Qaysi yo'ldan kelgan? Yaxshi, lekin bu yerga qayoqdan mashina kirgan, men shunga hayronman. To'g'ri gapiryapsiz. Men ham shunga hayronman. Bu ham ajoyib. Bolalar, balkim kirmasmiz. Oyog'im tortyapti. Ey, yurursiz-chi? Kim bor? Kim bor? Bu kim bormi bu yoqda? Oho. U uchun uyga kelib qoldi shekilli. Nima deysan? Iltimos, faqat tezroq chiqin, xo'p? Bu yerlar juda ham qo'rqinchli joylar ekan. Qo'rqma, hozir kelaman. Eshitilyaptimi ovozim? Ha, eshitilyapti. Farhod, tezroq kela qolgin. Juda ham qo'rqib ketyapman. Xavotir olma, hozir kelyapman. Qo'rqmayapsanmi? Malika, hozir boraman. Malika. Eshityapsanmi, Malika? Malika? Oho. Ehe. Ulug'bek, menimcha biz ovchining uyiga kelib qolganmiz shekilli. Shunaqaga o'xshaydi. Agar Nabodo uy egasi kelib qolsa, men fortchkadan qochsa bo'lar ekan. Lekin siz sig'maysiz baribir. Nima? Ko'p gapirmang. Urinmay foydasi yo'q. Tezroq ketaylik, Ulug'bek. Kamron, men buni qo'yib ko'rmaysanmi? Shohruxxonni deysizmi? Xuddi o'zi. Menga qaranglar. Bolalar, menga bu yer yoqmayapti. Ketaylik. Nega? Bilmayman, yoqmayapti. Balkim shu odamlar yordam berar. Qattan bilasan?
Malika. Malika.